O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'ta olasizmi? Mani ismim Diyorbek. Men Xorazm viloyatidanman. Hozirda Eurolux kompaniyasida data analyst lavozimida ishlayapman. Keling, suhbatimizni eng boshdan boshlasak. Nega data analitikani o'rganishga qaror qildingiz? Chunki bu kasb kelajagi bor kasb. Shu sohada kelajagimni ko'ra olganman va shu sababli shu sohani tanlaganman. Map Akademiya haqida ilk bor qayerdan eshitdingiz va nega aynan Mapni tanladingiz? Map Akademiyaga, ya'ni data analitika sohasiga kirib kelishimda akam sababchi bo'lgan. Barcha ma'lumotlarni ulardan olganman. Asosan o'quv kurs davomida qanday vaziyatlar bo'lishi, qanaqa tillarni o'rganishim va qanday real proyektlar bilan ishlashimgacha aniq tushuntirib bergan va asosan kurs tugagandan keyin intervyuda qanday savollar tushadi, ishga kirgandan keyin Map Bridge qo'llab-quvvatlab turishigacha aytib berganlar va bular menga Map Akademiyani tanlashimga sabab bo'lgan. Kurs tugagach, ish qidirish jarayoni qanday kechdi? Bu bosqichda Map jamoasi sizga qanday yordam berdi? Intervyugacha bo'lgan muddatda Map jamoasi menga vakansiyalar taklif qilishdi. Rezyume tayyorlashda ancha katta yordam berishdi. Bu muddatda faqat shular bilan cheklanib qolmasdan, real proyektlar bilan ishlash, ya'ni intervyugacha o'rgangan tullarim bo'yicha proyektlar berib borishdi. Undan tashqari, ish jarayonida bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarga yechim izlab topishgan va roadmap shakllantirishgan. Bu roadmap menga shu ish jarayonimda sodir bo'layotgan muammolarga yechim topishda yordam berib kelyapti. Umumiy olganda nima deb o'ylaysiz? Data analitiklar O'zbekistonda o'rtacha qancha oylikdan boshlashadi va qanchaga chiqishlari mumkin? O'zbekistonda data analitika sohasida asosan tajribaga qarab oylik to'lanadi va bu 300-400 dollardan 2000-3000 dollargacha bo'lishi mumkin. Hozir bizni ko'rib turgan, data analitika sohasiga qiziqayotgan, lekin ikkilanib turgan yoshlarga qanday top 3 maslahatingizni bergan bo'lardingiz? Asosan mas'uliyatli bo'lish kerak va o'ziga ishonchi katta bo'lishi kerak. Ikkinchisi, o'quv kurslarini kechiktirmaslik kerak. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, shu amaliyotga ko'proq fokus qaratish kerak. Yakuniy savolimiz, Map Akademiyani o'z do'stingizga va yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'larmidingiz va nima uchun? Men natijaga erishishimda Map mendan ko'ra ko'proq kutdi va shunga harakat qildi va men bemalol hammaga Map Akademiyani tavsiya qila olaman.